Abduvali Ayubning Uyullar vadisi Türkiye nomli kitobidagi kichik tema Abdurahim O'tkir Turkiyada. Abdurahim O'tkir 20-asr Uyg'ur adabiyotidagi talantliq, ko'p qirliq, o'rnaklik yozuvchi va el so'ygan shoirlarning biri. Shundaqla u Uyg'urlarning tonilgan adabiyot tadqiqotchisi, jamoat arbobi va ijtimoiy faoliyatchisidir. O'tkirning 1946-yili 23 yoshida yozib, Lanjuda nashr qildirgan Yurak mo'nlari va 1948-yili Urumchida nashr qildirgan Tarim bo'ylari nomli she'rlar to'plamlari uni ayni davr Uyg'ur adabiyotining o'kar yulduziga aylantirgan. Shoirning u yillarda yozgan she'rlaridan zamonning zulmi, avomning zori, davrning dard-hasratlari olinib turdi. Mərhumның ayali Xalçıxan anamızdan yetkizişçe, O'tkir 1949-yili Gomindang Mərkəzi hökumətinin Uyğur elidəki yerlik hakimiyyətində katib bolğan. Şu məzgildə şahid bolğan zulüm, təngsizlik, çiriklik və nağıqçiliklərə çidamay xizmətdən istifa bergan ekan. Şair eyni zamanda zalim hakimiyyətinin xizmetindən istifa beribli qalmay, yana ularning zulmini she'rlar orqali jahonga pash qilgan. Shu mezgildagi hislarini Xajla xoinlar xajla mavzuliq she'rda mundaq ifodalagan. Xajla, xoinlaray xajla, bu elning molini xajla. Yetishmay qolsalar u ham elibsan jonini xajla. Xinimga osma deb xajla, begimga tasma deb xajla. Talan tarajdan qalğan parça nanını xəjlə. Dehqanğa açqızıb bozni, dükkanğa toqutub bözni. Selib alvanını yüz qatlab, içibsən qanını xəjlə. Köldə beliqi köp dəb, yer astı baylıqı köp dəb. Qədəmdə mən tepib bilə, içibsən kanını xəjlə. Palani axçıdır kökçi, bu ötkürmü yaman doqçı dəb. Parçalab bu milletni setib vicdanını xəjlə. Şair 1950 yillardan keyin təqib qilinib, əsər elan qilish huquqidan məhrum qalğan. U ta 1956 yilgacha bir mezgil nazorat ostida tahrirlik va tarjimonlik o'xshash xizmatlarga silingan. Bu mezgilda Uyg'ur adabiyot tilining qaliblashishi va yangi atalgılarning barliq kelishiga tegishlik hissa qo'shgan. Masalan, shu mezgilda va keyin moda qilingan har qaysi sohalar bo'yicha sunniy hamra qo'yib berish harakati jarayonida ko'p qo'llanilgan sunniy hamra so'zini O'tkir apandim o'tirib qo'ygan. Bu atalg'u dal joyida va vaqtida yasalganlik uchun tezla umumlashib ketgan. Mərhumning xonimining aslab berishicha, O'tkir apandi 80-yillargacha bo'lgan turli tuman besim, zulm va qiyinchiliklar ichida o'zini va atrofidagilarni umidlantirib turgan ekan. Mahrumlik yil siri zo'raygan va ig'ir kulfatlar, tuhmatlar, haqoratlarga ulashib, yuraklarni ziydilagan bo'lsa-mu, shoir nishondan hech taymagan. Shoir bu yillardagi hasratlarini qalam sundi, alam azdi dilimni, shamol darib kekach qildi tilimni. Qo'lim tutmas, putum basmas palachman, nima birla rozi qilay ilmni, degan misralar orqali ifodalagan. Shoir o'zining kelajak istiqboliga bo'lgan qat'iy ishonchini Bahar chillayman mavzuliq she'rida bahar timsoli orqali mundaq yozgan. Uni kuylayman zimistondimi, tilim zanjirda bog'langandimi, ko'krakka nayza qadalgandimi, issiq qonimdan bahar chillayman. Shoirning 1980-yillardan yozib nashr qildirgan Qashqar kechisi, umr manzillari, iz va Uyg'ongan zimin nomli yirik asarlari hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotidagi o'lmas obidlarga aylandi. Kunimizda uning asarlari chet tillarda, bo'libmi Turkiyada tarjima qilinib, har jihatdan tadqiq qilinayotdi.
Türkiyədəki Çağdaş Türk Tilləri fakultetlərinin Uyğur til ədəbiyyatı dərsində ötkür şeirləri ötülməkdə. Tövəndə biz ötkürnىڭ Türkiyədəki təsiri haqqında toxtalımız. Türkiyədə tunji qitim Abdurrahim Ötkürnىڭ romanları toğrısında fikir yürgüzgən kişi Abdulkarim Baqi Eltabirdir. U 1991 yılı yazğan Bugünkü Uyğur tarixi romanlarında azadlıq temisi namlıq maqaləsində Abdurrahim Ötkürnىڭ iz romanında Uyğurlarning azadlıq kurashlarının əks ettirilganligini o'tirib qo'ygan. Gulzada Tanrıdağlı xonim 1996 yılı Marmara Universitetida tayyorlagan 20 asrdagi Uyğur romanchiligi nomli doktorlik ilmiy maqolasida Abdurrahim Ötkürnىڭ romanlarini tahlil qilgan. Mərhum Şükür Turan 1998 yılı yazğan Uyğur Türkləri ədəbiyyatı namlıq əsərdə Ötkür qatarlıq kurashchan şairlarning əsərləri haqqında to'xtalgan. 2007 yılı Əgə Universiteti o'quvchisi Özgür Ay Abdurrahim Ötkürnىڭ iz roman to'g'risida doktorlik ilmiy maqolasini yozdi. Anqara Gazi, ya'ni G'azi Universiteti Türk Tili və Ədəbiyyatı Fakulteti o'qituvchisi Yuliya Qassab o'g'li Çengel xonimning Abdurrahim Ötkürnىڭ she'rlari nomli 2 tomliq kitobi Turkiya Milliy ma'rif ministrligi tarafidan nashr qilindi. Bulardan boshqa Turkiyadagi har qaysi universitetlarning Türk tili və Ədəbiyyatı fakultetlari Abdurrahim Ötkürnىڭ she'rlarini və romanlardan ariyalar o'qitmoqda. Bakalavrilik və magistrlik ilmi maqolaları yazdırmaqda. Bulardan başqa Ötkür əpəndining 1947 yılı yazıb qaldırğan Uçraşqanda namlıq şeiri Türk naqş çolpanlar tərəfindən səhnədə aytılıb, minglаған tomoshabinlarning olqishiga erishdi. 2005 yılı Hindistan baş ministri Modi Qozog'istondagi xalqarалық munbarda shoirning iz sarlaviylik she'rini deklamatsiya qilib olqishga erishdi. Yuqoriqilardan shuni ko'rib olish mumkinki, Ötkür əsərlərinin Türkiyədə və Türkçənin vasitəsi bilan dunyoda tonilganligi Uyğurlarning və Uyğur ədəbiyyatının dunyoda tonilishiga zo'r töhfə qo'shgan və qo'shayotganligining ifodasidir. Növbətdə Türkiyədəki Abdurrahim Ötkür tədqiqatında ən aktiv və usulluq tədqiqatçı Yuliya Qassab o'g'li Çengel xonimdir. Yana Gulzada Tanrıdağlı, Özgür Ay qatarlıq tədqiqatçılarmı bu səpning munavvar azimatlaridir. Yuliya xonim tədqiqatında Abdurrahim Ötkürnىڭ she'rlarini Türkçəga tərcüm qilgandan boshqa mazmun və qurilma jihatdan tahlil qilgan. Yaqinqi yillardan beri Yuliya xonim Ötkür she'rlaridagi kurash, hurlik, vatan və söygü temalarini təfsili tahlil qilib maxsus maqolalarni yozdi. Yuliya xonim Türkiyədə içilgan bir qancha ilmiy muhokama yig'inlarida Ötkür əsərləri haqidagi mulohizalarini sungandan boshqa shoir vafot bo'lganligining 20 yillik munosabati bilan maxsus ilmiy muhokama yig'ini tashkilladi. Ötkür əpəndi haqida maxsus tədqiqat qilgan yana bir izlanguvchi doktor Özgür Aydır. U Ötkür əpəndimning iz romanini tekstshunaslik nuqtasidan tədqiq qilib, Türkçəga tərcüm qilib chiqqan və bu haqda doktorluq maqolasi yozgan. Özgür Ay Ötkür əpəndimning iz romanini maxsus tədqiq qilgan. U mazkur asar haqidagi bir maqolasida Abdurrahim Ötkürni Türkiye'nin Tanzimat davri adabiyotidagi vakillik adib Ahmet Mithatqa taqqislaydi. Özgür Ay maqolalarida iz romanida romanchilik hunarlarining joyida qo'llanilmaganligini tilga oladi. Romanda didaktik omillarning mo'lligi, avtorning chinlikni yozish tarafdori bo'lganligi sababli adabiylikning yetarsiz qolganligini mulohiz qiladi. Yuliya xonim tashkillagan 2015 yılı 18 dekabr kunidagi ilmiy muhokama yig'iniga Türkiye Baş Ministerlik tarmog'idagi Turkiy millatlar hamkorlik va tadqiqot idorasining muavin boshlig'i
doktor Serdar Çam, BDT Pen Medeniyet Ma'rif Təşkilatının Türkiyədəki məsuli Öcal Oğuz, Gazi Universiteti müdiri Berber Oğlu, dağlıq Türkolog Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasun Efendi, tonulğan Türkolog Osman Fikri Sertkaya Efendi, alohida təklif bo'yicha yig'inga ishtirok qilgan tonulğan Türkolog Mirsultan Osmanov Efendi, Profesör Abdurrauf Polat Efendi qatnaşdı. Yig'inda yana Türkiyədəki Uyğur ilim adamlaridan Profesör Alimcan İnayat Efendi, Dotsent Doktor Erkin Ekrem Efendi və Türkiyədə yaşayotgan Anqaradakı universitetlərdə təhsildə bolayotgan bir qism Uyğurlar qatnaşdı. Germaniya Göttingen Universiteti o'qituvchisi Doktor Ablat Samat, Nevşehir Universiteti o'qituvchisi Doktor Adam Öger, Doktor Ahmet Karaman, Doktor Gulzada Tanırdağlı, Doktor Aysima Mirsultan, Doktor Rıdvan Öztürk, Doktor Aysun Demiraz Güneri, Doktor Konur Alip Ercilasun, Doktor Derya Ersöz qatarlıq Türkiyədə Uyğurşünaslıq bilan məşğul bolayotgan ziyolilar iştirak qildi və ilmi dokladlarını o'qib o'tdi. Yig'in Türkiyədəki matbuotlarning diqqətini tortib, Uyğur ədəbiyyatının bugungi ahvolini Türk jamoatiga ko'rak qildi. Hülya xonim bu munosabat bilan taratqularda Uyg'urlar və Uyğur ədəbiyyatı haqida ma'lumot berdi. Bu Türkiyədə Uyğur ədəbiyyatı bo'yicha eng ko'p tadqiqotchi yig'ilgan, eng qizg'in davomlashgan va eng keng sohadagi olim va mutaxassislarni bir yerga jam qilgan bir yig'in bo'ldi. Yig'in Türkiyədəki Uyğur ziyolilar bilan Qozog'istondan kelgan Uyğur ziyolilarning fikr almashtirishiga tepilmas bir fursat yaratdi. Yig'inning hayajonli minutlari Qozog'istondan kelgan Uyğur ziyolilarining Hülya xonimga ton kaydirishi bilan yuqori pallaga chiqdi. Mashhur Uyğur shoiri Muhammad Emin Obulqasimov, Doktor Ruslan Arziyev qatorliqlar Qozog'istondagi Uyğur jamoatining salomi va hurmati sifatida Uyg'urcha tonni Hülya xonimga kiydirganda Uyğur vatandan kelgan ishtirokchilarning ko'zlaridan hayajon yoshlari agidi. Anqaradagi Uyğur o'quvchilar vakolatdan Hacetdə Universiteti doktor o'quvchisi Asiya Uyğur xonim Hülya xonimga romal artdi. Yig'inda Muhammad Emin Obulqasimov Efendi Ötkir Efendi bilan yozishgan barliq maktublarni Hülya xonimga hadiya qildi. Ötkir Efendimning Shvetsiyada yashayotgan qizi Zulhayat Ötkir xonim dadasining ma'naviy meroslarining millat qayg'usi bo'lganligini eslab o'tdi. Hülya xonim suhbatlarida Ötkir Efendimning Uyg'ur adabiyoti qo'shgan to'hfasini 11-asrdagi Uyg'ur mutafakkiri Yusufxon Sojibga qiyosladi. Yig'inda eng afsuslanarli bo'lgani Ötkir Efendimning zamondoshi bo'lgan Mirsultan Osmanov Efendining Ötkir Efendi haqidagi aslimalarni so'zlashga taklif qilinmasligi bo'ldi. Yig'inda boshdan oxir izzatlangan bu tavarruk bovayning Ötkir haqidagi bayonlarini anglay olmaganligi yig'in ishtirokchilarida, bo'libmi Uyg'ur qatnashchilarning qalbida bir hasrat bo'lib qoldi. Abdurrahim Ötkir tadqiqoti Turkiyada hozir kenglikdan cho'nqurlikqa qarab yuzlandi. Dastlabki tadqiqotlarda Ötkirning she'rlar to'plamlari, romanlari haqida umumiy ma'lumotlar berilgan bo'lsa, navbatda uning ayrim nazmlari haqida tadqiqotlar o'tirg'i chiqmoqda. Masalan, Rıdvan Öztürk Efendining Ötkirning uchrashganda mavzuliq she'ri haqidagi tadqiqoti shundoq cho'nqurlashlarning misolidir. Rıdvan Efendi tadqiqotida 19-asrning boshlarida Erzurumda yashagan, Turkiyada Erzurumlu Emrah degan ot bilan mashhur bo'lgan bir shoirning Yoq mavzusidagi she'ri bilan Ötkirning uchrashganda degan she'rini selishtirib mulohiza yurgizdi. Bundan boshqa Doktor Ahmet Karaman Efendining
Qashqar kechisi dastani haqidagi tadqiqotimi O'tkir әпәндінің əsərləri haqidagi inchik izlanishlarning qanot yeyayotganligiga misol bo'ladi. Abdurahim O'tkir haqidagi tadqiqotlarning mushundaq kuchayishi va cho'nqurlashishiga ergishib, shoirning asarlari bundan keyin texmi ko'p kishilarning diqqatini chekishi mumkin.